Choyxona qilaman degan akalarimiz uchun eng zo'r takliflardan biri. Zangiota tumani, Qahramon, Yangi mahalla, Bek Baraka turar joy majmualaridan postga qarab kelaverishimizda yetmasdan yo'lni yuzida birinchi liniyada joylashgan 14,5 sotuv maydonga choyxonamizni sizlarning e'tiboringizga havola etamiz. Oldi qismini o'zi 15 metr fasadga ega, lekin bu yoqlari bilan qo'shadigan bo'lsa 25-30 metr hosil qiladi. 10 ta mashinaga mo'ljallangan narujniy parkovkalarimiz, o'zini prilogachiy parkovkasi ham 15 ta mashinaga mo'ljallangan. Umumiy hisobda 25 ta mashinaga joylarimiz mavjud. O'zini avtonomniy transformatori ham bor o'rtoqlar, 220 da ishlaydi. 14 ta qozon o'chog'i, kommunikatsiyalari va undan tashqari oshxona, letniy zonalari, 12 ta tapchanga mo'ljallangan o'zini hududlari, xolodilnik zonalarigacha o'ylab qo'yishgan o'rtoqlar. Choyxonamizning etek tarafida 4 sotuv maydonga hovlisi ham mavjud, o'zini fotlari qilingan, kommunikatsiyalardan hech qanaqa muammosi yo'q. Gavras formatida tushgan hovlimizni qadrli do'stlar, vyezdlargacha o'ylab qo'yishgan. Yangi ta'mirlangan, ishlab turgan 10 ta kabinkalari ham mavjud o'rtoqlar. Tegida podvalniy pomesheniyalarimiz ham bor. Umumiy qiymatiga to'xtaladigan bo'lsa, atigi $400,000 belgilandi. Yana sunnatga muvofiq kelishiladigan joy bor.